Alhamdulillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum musulmon birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bugungi hayit ayyomlarimizda bizlarga, mamlakatimizdagi jamiki musulmon va olamdagi mu'minalarga Alloh taolo muborakbod qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu bir oy davomida tutgan ro'zalarimizda, o'qigan taroveh namozlarimizda Alloh taolo o'z dargohida qabul qilib, kamchiliklarda Alloh taolo kechirgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu hayit ayyomlarda gunohlarimizni savobga aylantirgan bo'lsin. Subhanahu va taolo hayotlarimizni barakatli qilsin. Qirg'iziston mamlakatimizda osmonini musaffo qilsin. Osmondan, yerdan keladigan balolardan Alloh taolo o'zi saqlasin. Alloh subhanahu va taolo mana shu Qirg'iziston mamlakatimizda eng katta Alloh taoloning ne'mati bo'lgan din mehnatini, din erkinchiligini abadiylashtirib bersin. Kelgusi